Sinkveyn usuli bu fransuz tilidan olingan bo'lib, sinkveyn so'zi 5 qator ma'nosini bildiradi va ma'lumotlarni umumlashtirishga, sintezlashga yordam beradi. Demak, tushuntiraman. Sinkveyn birinchi qatorda bitta ot yoziladi, ikkinchi qatorda ikkita sifat yoziladi, uchinchi qatorda esa 3 ta fe'l yoziladi. To'rtinchi qatorda 4 ta so'zdan iborat gap tuziladi va 5-qatorda sinonim yoziladi. Mana masalan, birinchi qator do'st, bu ot so'z turkumiga kiradi. Ikkinchisi, demak, ikkita sifat topishimiz kerak. Do'st qanaqa? Chin do'st va yaqin. Chin, yaqin sifatini topdik. Uchinchi qatorga do'st so'ziga demak fe'l. Do'st nima qiladi? Do'st qo'llaydi, yordamlashadi, sirlashadi. Va 4-qatorda biz mana shu so'zlardan foydalanib 4 ta so'zdan iborat bo'lgan gap tuzishimiz kerak. Chin do'sting seni qo'llaydi. Va 5-qatorga esa sinonim topamiz. Demak, do'st so'ziga biz o'rtoq sinonimini topdik.